birodarimiz aytib qoldi, ayolim zarurat yuzasidan ko'chaga, bozorga chiqsa, taksi nimadirlar bo'lib erkaklar bilan muomala qilsa, tabassum qilib joyiga qo'yadi hurmatini, lekin bor zahrini, bor fe'lini uyda menga ko'rsatadi. Nimaga shunaqa ayollar do'stim deb turib mendan so'rayapti. Men o'zi tinchlikmi, nima gap desam, nimamush e'tibor bermayotganmish, nimamush romantik emasmish, nimamush internetga chiqib turib ayolini ko'z qilib shunaqa tabiat badanida tuyoqlar bor-ku, o'shanaqalardan qiyos olib turib mana shunaqa qilyapti erkaklar, siz qilmayapsiz, sizda yo'q deb aytayotganmish. Baraka topganlar, bitta narsani bilib olinglar. Erkak fitrati shunaqa yaratilgan, qo'pol bo'ladi, dag'al bo'ladi. Hezalak bo'lmaydi, badanida tuki bo'ladi, yaltillamaydi. Ichida sizni ishoning shunchalik yaxshi bo'ladi, lekin buni chiqara olmaydi. Hammaga ham emas. 100% erkakning ichida chiqib qolardi, 5% yoki 3%, 2% shunaqa tashqariga chiqaradigan. Qolganlari erkakning fitratida ichida yutadi. Agar sizni yaxshi ko'rmasa, siz bilan yashab nima qiladi? Siz bilan yashayaptimi? Sizga ro'zg'oringizni qilib kelishlikka harakat qilyaptimi? Sizga nimadirlar qilib berishlikka harakat qilyaptimi? Intilyaptimi? Sizni bu yaxshi ko'rganmi? Ba'zida o'sha rizq borasida harakat qiladigan kimlardir oldida bosh egadi. Nima uchun? Bo'lmasa unda tanlov bor. Pashola ishingga ham deb ketishlikka. O'sha sizni o'ylaganligi uchun, oilasini o'ylaganligi uchun, ro'zg'orini o'ylaganligi uchun boshini